Uloq ben nima taqir qilasiz? Nima taqir qilasiz? O'rganib ketdim o'zi. Voy, skillingiz baloq emas. Baloq emaydi. Men aytib qo'yamiz. Ikki turimizmi, uchinchi odam haqida gaplashmaymiz. Kreativlishning uchastkov ham kecha ko'rdingizda gap topolmay qoldi. Xijolat qilib qoldingiz. Nima qilasiz o'zi? Kecha nima bularni pochtani olib baqir-chaqir qilib kelgansiz, xotinlar bilan bolaning pulini olmadingizmi? Borsam xotiningiz o'zi kelsin. Qani xotiningiz o'zini chiqarib yuboraman. Pulni olsa u uyga olib ketadi. Olib ketadi. Mendan bir kun ashyon bo'ldi. Hammashini yashab qo'ydim. Xotinlardan ham bas kelaman men. Ha, siz yomonsiz siz. Qo'shningiz g'ashimni keltirib qora jentrani olib. Ha, u reysaga o'zini uka sotib oldi deyishuvdi. Yolg'on ekan, znashman. Zo'r sovqa qilib keldi. Men jentramni buyurdim maza qilib. Tilib keldi u harom. Zo'r ishlab keldi. Reysaga nima chiqolmaysiz? Zapret bor-ku. Nimada? Xotin elementga berib yuborgan-ku. Birga yashaysiz-ku. Birga yashaymiz-ku. Berib yubordi, shuni sarani qilib turibman. Iloji yo'q, sizda sportivkani ham kiyib yuraman savatdan keyin. So'g' bozorga boylar bilan chiqasiz-a, yakshanba kuni. Meni qiziqishim yo'q, ashlik o'ylab chiqaman xolos. Jentres bor-ku, berib sal muzlar yuraman-da. Men yuring desam chiqib yurmaysiz. Bubdan g'iybat qo'shni kelib, men umra tura olmayman, kirib chiqaverga. Nima gap qo'shnim? Turingchi, skillingiz uzun saqimizga gaplashadi, g'iybat qilmayli. Uni qo'ying, buni qo'ying, hozir kirib ketgan qo'shni bor-ku. Xotin elementga berib yuboribdi. Ha, bu jinni birga yashab beraveradi elementga. Reysaga keta olmaysiz dedi-da, xotini. Yomon ekan-da. Yomon yo'qolib qoladi aka. Taqda nima bo'ldi? Oxirida ish bu. Sizda qiz bilan ko'rdim. Kirdi. Ittilar mani qo'shnivi. Ha, kirib ketdi. Turuqlar yo'qmaydi, abi men. Qo'shningiz turuqi yo'qmaydi. Nima o'ranadi, bir-birini. Bir kun joyimizga mashinam deydi, qo'yib qo'yibdilar. Va aytsam mashinangiz yoqib turaysiz deydi. Mashinam yo'q bo'lsam joyim bor demi? Mashina olsam ham bir turuq yo'qmaydi to'g'risi. Kecha traktorda ko'rdim, aeroport turgan ekanlar. O'sha hozir o'ziga aytsam taom edi plos. Mana bir ko'ra rasm bo'lib aytaman. Tarqat olaman. So'yib chiqdi suvimlar ham. Birinchi men ko'raman rasmni. Keyin suvimlar ham chiqdi. Yozmasin deydi, o'zi pul to'lamasa suvga ham. O'lgan pajaxon ochadim. G'ing tiqir. Uyqu yo'q qo'shni. Uyqu yo'q. Yozib bering. Ha, yozib beraman dedi, men uni mo'shini qilib bergan-ku. Remontini qilib berganda. Bo'shtangiz yo'q. Yo'q, o'shanmi kelib pulni olib, bekor qilib berib, qo'yni qo'shnichi deb qildirib olganman-da. Tilim qisirdan, tilgani bor. An test tibbidagi Bahrom qani? Ha. Menni qoramini chiqarib tikib yubordi-da. Hali ham tuzalmadi. Mana qo'lingizdagi yetilganmidi bu? Yetiluvdi-ku. Ana xotindan qo'rqib boshini qo'yibsiz nima, ovqat qilmayman deb. Yo'q, yetilgan. Taqir-tuqir qilaverma. Qo'shni o'z xotin o'lganib ketadi, shu bilan ovqat qilib bering deb turib oladi. Mana. Nima bu? Nima qilmoqchisiz? Endi odamlarni qo'laymiz mashinada. Qo'shni. Siz kallangiz ham ishlaydi, nastangiz ham yaxshi ishlaydi. Qarangiz, siz bilan gaplashaman. Samimiysiz, maza qilaman, g'iybat ham qilmaysiz. Men yayrayman sizni ko'rsam. Siz gaplashamiz-ku. Qo'shnilarimiz shu. Bilarxonaga qazingiz berganmisiz? Berganman. Bu hech qanday bo'lib o'ynaylik biz. Ha, boramiz xudo xolasa, bo'ldi. Mana ham berib qo'yganman kecha plastik bolaning puli tushgan. Ha, berganmisiz, bo'ldi. Ana xotin ham o'rganib bo'ldi. O'z kirib ketib qolibdi. Qani?